Yaqin Sharqda keskinlik cho'qqiga chiqdi. Tramp harbiy va ideologik frontni birlashtirdi. Oq uy Eron bo'yicha 3 ta ehtimoliy ssenariyni ko'rib chiqmoqda. Eron AQSh importlarini blokada qilish tahdidiga javob qaytardi. Eron keskin talab qo'ydi. Arab davlatlaridan to'liq kompensatsiya undiriladi. Erondagi vaziyat sabab Lavrov kutilmaganda Xitoyga bordi. Hozirgi kunda erkaklar orasida eng ko'p tavsiya qilinayotgan vosita Prostamix. 40 mingdan ortiq erkak foydalangan va hammasi rozi. Bu vosita yosh o'tib charchoq bo'ladiganlarga foydali, quvvatni, ishonchni qaytaradi. Natija esa birinchi kursdayoq bilinadi. Kanal obunachilari uchun 50% chegirma. Hoziroq buyurtma bering va chegirmaga ega bo'ling. Yaqin Sharqda keskinlik cho'qqiga chiqdi. Tramp harbiy va ideologik frontni birlashtirdi. Benyamin Netanyahu AQSh prezidenti Donald Trampning qarorini ochiq qo'llab-quvvatladi. Unga ko'ra Eron qoidalarini buzgan va shu sabab Tramp dengiz blokadasini joriy etishga majbur bo'lgan. Netanyahu bu qarorni qat'iy va to'g'ri pozitsiya deb baholadi. Yana u AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance bilan muloqot qilganini aytib, muzokaralardagi barcha o'zgarishlar haqida muntazam ma'lumot olib turganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh uchun asosiy maqsad Eron hududidan barcha boyitilgan yadroviy materiallarni olib chiqish va kelgusi yillar hatto 10 yillar davomida boyitish jarayoniga yo'l qo'ymaslikdir. Shu o'rinda Netanyahu keskin taqqoslash ham ishlatdi. U Eronning Natanz, Fordo va Bushehr kabi yadroviy obyektlarini tarixdagi eng dahshatli qirg'in lagerlari Avsesim, Maydanek va Sobibor bilan solishtirdi. Bu bayonot mojaroning ideologik darajada ham keskinlashganini ko'rsatadi. Ayni vaqtda Trampning o'zi ham ogohlantirish ohangini yanada kuchaytirdi. U Eron harbiy dengiz flotini deyarli yo'q qilingan deb baholab, agar Eron blokadani buzishga urinsa, uning har qanday kemasi darhol yo'q qilinishini aytdi. Bu tez va shafqatsiz bo'ladi, deydi u. Shuningdek, u AQSh narkotrafikka qarshi qo'llayotgan tizimlar aynan shu vaziyatda ham ishlatilishini ta'kidladi. Bundan tashqari Tramp diniy va siyosiy frontda ham keskin chiqish qildi. U Rim papasi Papa Leo 14-dan uzr so'ramasligini aytib, uning pozitsiyasini tanqid qildi. Yana bir bahsli epizodda esa jurnalistlar savoliga javoban o'zining Iso Masih sifatida tasvirlangan rasmni joylashtirganini tasdiqladi va buni Qizil Xoch faoliyati bilan bog'lashga urindi. Yana Tramp Eron bilan aloqalar haqida ham bayonot berdi. Uning aytishicha, Eron tomoni o'zi bog'lanib kelishuv tuzishni xohlayotganini bildirgan. Shu bilan birga u Eronni butun dunyoni shantaj qilayotgan davlat sifatida ta'riflab, bunga yo'l qo'ymasligini qat'iy aytdi. Ammo bu pozitsiyaga hamma ham qo'shilmayapti. Keir Starmer boshchiligidagi Buyuk Britaniya Hormuz bo'g'oz blokadasini qo'llab-quvvatlamasligini ma'lum qildi. Starmerning ta'kidlashicha, bo'g'oz ochiq bo'lishi global savdo va barqarorlik uchun juda muhim. Bu esa G'arb ichida ham birlik yo'qligini ko'rsatadi. Yana boshqa tomondan shubha va qarshi bayonotlar yangramoqda. Eron parlamenti spikerining birinchi o'rinbosari Ali Nikzod amerikalik uchuvchining qutqarilgani haqidagi versiyaga ishonmasligini bildirib, AQSh aslida boshqa maqsad bilan kelganini aytdi. Bundan tashqari Friedrich Merz Islomoboddagi muzokaralarning muvaffaqiyatsiz tugashini yomon tayyorgarlik bilan izohladi. Unga ko'ra, Eron bilan urush nafaqat mintaqaviy, balki Germaniya iqtisodiyoti va oddiy aholiga ham uzoq muddatli bosim keltirib chiqaradi. Xullas, yana bir front, G'azo. Isroil mudofaa armiyasi hudud aholisiga Hamas bilan hamkorlik qilmaslikka chaqiruvchi varaqalar tarqatdi. Ularda aholiga kuchlilar tomonida bo'lish va o'z kelajagini ta'minlash uchun Isroil bilan aloqa qilish taklif etilgan. Oq uy Eron bo'yicha 3 ta ehtimoliy ssenariyni ko'rib chiqmoqda. Washington Post nashrining yozishicha, Oq uy Eron atrofidagi vaziyat rivoji uchun 3 ta asosiy ssenariyni ko'rib chiqmoqda. Bu haqda nashr sharhlovchisi David AQSh ma'muriyati rasmiylariga tayanib xabar bergan. Ma'lum qilinishicha, birinchi ssenariy Eron hukumati ag'darilishi bilan bog'liq. Oq uy vakillarining fikricha, bu variant harbiy zarbalar to'xtatilgan taqdirda nisbatan ehtimoliyroq hisoblanadi. Ikkinchi ssenariy mamlakatda siyosiy yetakchilik almashinuvi yuz berishini nazarda tutadi. Xususan, yangi oliy rahbar sifatida Muhammad Bag'ir G'olibov kabi amaldorlarning hokimiyat tepasiga kelishi ehtimoli tilga olingan. Uchinchi ssenariy esa Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi tarkibidagi qattiqqo'l kuchlar faollashuvi bilan bog'liq. Unga ko'ra, ular qarshilikni kuchaytirish, jumladan Hormuz bo'g'ozidagi blokadani buzish yoki AQShni qo'shimcha yon berishlarga majburlashga urinishi mumkin. Ta'kidlanishicha, mintaqadagi vaziyat global energetika xavfsizligi bilan ham bog'liq. Chunki aynan Hormuz bo'g'ozi orqali jahon neft va gaz ta'minotining muhim qismi amalga oshiriladi.
Eron AQShning portlarini blokada qilish tahdidiga javob qaytardi. Avvalroq AQSh qurolli kuchlarining markaziy qo'mondonligi 13 aprel kunidan boshlab Eron portlariga kirib chiqadigan barcha kemalarga nisbatan dengiz blokadasini boshlashi haqida xabar berilgandi. Tehron mazkur harakatlarni qaroqchilik deb baholaydi. Bu haqda Eron armiyasining Xatam al-Anbiya shtabi matbuot xizmati ma'lum qildi. Agar Fors ko'rfazi va Ummon dengizi suvlarida Eron Islom Respublikasi portlari xavfsizligi tahdid ostida qolsa, unda Fors ko'rfazi va Ummon dengizidagi birorta ham port xavfsiz bo'lmaydi deyiladi shtab xabarida. Qayd etilishicha, Eron qurolli kuchlari Fors ko'rfazi va Ummon dengizidagi portlar xavfsizligi yo hamma uchun yoki hech kim uchun emas deya aniq va ravshan bayon etadi. Shuningdek, o'z hududiy suvlarida suverenitetni amalga oshirish Eron millatining tabiiy huquqi ekani bildirilgan. Shtab vakilining so'zlariga ko'ra, AQSh bilan urush tugagandan keyin ham Tehron Hormuz bo'g'ozi ustidan doimiy nazorat mexanizmini joriy qiladi. Eron keskin talab qo'ydi. Arab davlatlaridan to'liq kompensatsiya undiriladi. Eron hukumati AQSh va Isroilning harbiy operatsiyasidagi roli uchun 5 arab davlatidan kompensatsiya talab qildi. Bu haqda Eron Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat yo'llagan. Murojaat BMTga yuborilgan bo'lib, uni Eronning BMTdagi doimiy vakili Amir Sayed Iravani BMT bosh kotibi va xavfsizlik kengashi raisiga yo'llagan. Hujjatda Bahrayn, Saudiya Arabistoni, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari va Iordaniya javobgarlikka tortilishi kerakligi aytilgan. Eron ularning barchasidan mamlakatga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar uchun to'liq kompensatsiya to'lashni talab qilmoqda. Tehronning ta'kidlashicha, ushbu davlatlar o'z hududlarini Eronga qarshi hujumlar uchun taqdim etgan. Ayrim hollarda esa bevosita noqonuniy qurolli zarbalarda, jumladan fuqarolik obyektlariga qaratilgan hujumlarda ishtirok etgan. Shu sababli Eron bu harakatlarni xalqaro huquq nuqtai nazaridan agressiya deb baholamoqda. Biroq Fors ko'rfazi mamlakatlari va Iordaniya bu ayblovlarni rad etib, AQSh va Isroilning Eronga qarshi operatsiyasida ishtirok etmaganini ma'lum qilgan. Erondagi vaziyat sabab Lavrov kutilmaganda Xitoyga bordi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 2 kunlik tashrif bilan Pekinga bordi va u yerda Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan uchrashuv o'tkazadi. Muzokaralarda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik masalalari, shuningdek BMT, BRICS, Shanxay hamkorlik tashkiloti, G20 va APEX kabi xalqaro tuzilmalardagi hamkorlik muhokama qilinadi. Shu bilan birga Ukraina mojarosi va Yaqin Sharqdagi vaziyat kabi dolzarb masalalar ham kun tartibidan o'rin olgan. Bu tashrif AQSh va Eron o'rtasida Islomobodda bo'lib o'tgan muzokaralar fonida amalga oshmoqda. Ushbu muzokaralar 20 soatdan ortiq davom etgan bo'lsa-da, yakunda kelishuvga erishilmadi va shundan so'ng AQSh prezidenti Donald Trump Hormuz bo'g'ozini blokada qilish boshlanganini e'lon qildi. Shunga qaramay vositachi davlatlar Pokiston, Misr va Turkiya 2 haftalik sulh muddati tugashidan oldin yana bir muzokara raundini tashkil etishga umid qilmoqda. New York Times nashri ma'lumotiga ko'ra, aynan Xitoy, AQSh va Eron o'rtasida vaqtinchalik sulhga erishilishida muhim rol o'ynagan. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang. Salomat bo'ling.